Beshinchi o'rin endi oddiy tasalli yoki yupanch emas. U endi Chempionlar Ligasining bileti. Angliya Premier Ligasida. Newcastle Yevropa Chempionlar Ligasining play-off bosqichiga chiqdi. Aynan shu voqea kuchli to'rtlik tushunchasini yo'qqa chiqaryapti. Vaholanki kecha shu haqida gaplashayotgandik. Gap koeffitsiyentlar haqida ketyapti. UEFA Chempionlar Ligasining formatini o'zgartirgan. Yo'llanmalar soni oldin 32 ta bo'lardi, hozir esa 36 ta. Ana shu 36 ta yo'llanmaning ikkitasi musobaqada yaxshi ishtirok etgan eng kuchli ligalarga ketadi. Bu ikki kuchli ligani aniqlashda koeffitsiyentlar reytingi asos bo'ladi. Hisoblash juda oddiy. Yevropadagi har bir g'alabaga 2 ochko beriladi. Durang esa 1. Mavsum oxirida yig'ilgan ochkolar ishtirokchi klublar soniga bo'linadi va yakunda o'rtacha koeffitsient balli yuzaga keladi. Bu ballar ligaga beriladi, klublarga emas. Demak, manzara shu. Chempionlar Ligasida qancha ko'p yutsang, shuncha yaxshi va buni Angliya amalda isbotlab beryapti. Xo'p, reytingga qarang. Angliya bu ro'yxatda shunchaki lider emas, balki juda katta farq bilan raqiblaridan qochib ketgan. Yevropada 9 jamoasi bor. 40 ta g'alabani qo'lga kiritib bo'lgan. 6 ta klubi Chempionlar Ligasida ishonchli o'ynayapti va natija ham o'rtada. Shunaqa bitta kompaniya bor. Nomi Opta. Futbolga oid bo'lgan raqamlarni tahlil qilib hisoblab yuradi. Ana shu kompaniya Premier Liganing koeffitsiyentlar ligasida dastlabki 2 pog'onani qo'lga kiritish ehtimolini deyarli 100% baholayapti. 100%. Germaniya, Italiya, Ispaniya ikkinchi yo'llanma uchun kurash olib boryapti. Angliya Premier Ligasi ulardan deyarli 70% ga o'zib ketgan. 70%. Bu Angliyadan kelasi mavsumda 5 ta jamoa Chempionlar Ligasida o'ynaydi degani. Balki 6 ta bo'lar. Agarda Aston Villa UEFA Yevropa Ligasini yutsa-yu, lekin kuchli 5likka kira olmasa. U bo'layapti, bu bo'layapti, oqibatda bularning bari Premier Liga turnir jadvalining 5-pog'onasini ham oltinga aylantiryapti. Va kutilmaganda Chempionlar Ligasi orzusi Newcastledan tortib to Bournemouth taraflargacha cho'zilib ketdi va endi u haqiqatga aylanishi mumkin. Bu Yevropada o'ynash uchun hisob-kitob emas. Bu Angliya Premier Ligasida yuzaga kelgan yangi intriga. Shu videodan keyin jadvalga yana bir qarab qo'ying. Chunki kuchli to'rtlik tushunchasi eskirib bo'ldi. Yangi jang maydoni bu kuchli 5lik. Xush kelibsiz.